Salom Dahshat armiyasi. Sizlar bilan yana Dahshat MMA kanali va bu videoda biz oddiy turnir obzorini emas va jangchilar haqida emas. Bugun biz oktagondagi qonli janglarni ham emas, balki yuragimizni biroz ezadigan, miyamizni esa portlatadigan mavzuni gaplashamiz. Mavzuyimiz UFC tarixidagi eng katta ya'nilar. Ya'ni kim chempion bo'lishi mumkin edi-yu, lekin taqdir yoki jarohatlar ularni nokaut qildi va eng muhimi bizni Nomad Shavkat Rahmonov afsonaviy Zabitning yo'lidan ketmoqdami? Keling tarixga bir nazar tashlaymiz. BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod Dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Esingizdami, Sage Northcutt degan jangchi 19 yoshda UFC'ga kirib kelgan. Xuddi bodybuilding jurnali muqovasidan tushgan modelga o'xshardi. Dana White'ni yaxshi ko'rardi. Hype juda ham osmonda edi. Lekin do'stlar, MMA bu faqat presslar va chiroyli salto olish degani emas. Sage karate bo'yicha yirtqich edi, lekin parterda qanday desam ekan, xuddi yosh bola kabi katta makilar bilan jang qilgandek bo'lardi. Mickey Gall uni bo'g'ib qo'yganda, hammani hafsalasi pir bo'lgandi. Eng dahshatlisi o'shani nima bo'lganini bilasizmi? U UFC'dan ketib One Championship'da debyut qilganda, Cosmo Alexandria unga shunday salom yo'lladiki, Sage'ning yuzi 8 joyidan sindi. 30 soniya. Bor yo'q 30 soniyada karyerasi deyarli o'ldi. To'g'ri, 4 yillik tanaffusdan keyin realtorlikni tashlab qaytdi va hattoki g'alaba qozondi ham. Lekin savol ochiq qoladi. Agar u to'g'ri rivojlanganda edi, chempion bo'larmidi? Ancha qiyin masala do'stlar, bu haqda nima deb o'ylaysiz? Endi esa haqiqiy orqali nuqtaga o'tamiz. Zabit Magomedsharipov bu yigit shunchaki jangchi emas, u oktagondagi rassom edi. Aylama zarbalar, KPR uslubi u xuddi Matrica filmidan chiqqan personajdek jang qilardi. U reytingda 3-o'ringacha ko'tarildi. Hamma uni Volkanovski yoki Max Hollowayga qarshi ko'rishni xohlardi. Lekin aslida nima bo'ldi? Yair Rodriguez bilan jang bekor bo'laverdi. Zabitning esa immunitet tizimida muammolar chiqdi va shunchaki u ham ketdi. Hozir u shifokorlikni o'rganayotganmish. Tasavvur qilmoqdamisiz? Sizni davolayotgan doktor kechqurun oktagonda odamlarni vertushka bilan uxlata oladi. Lekin keling ochig'ini aytaylik. Zabit chempion bo'larmidi? Ko'pchilik ha deydi. Lekin men sizga achchiq haqiqatni aytaman. Zabitni benzini 3-raundda tugab qoladi. Kelvin Kattar bilan jangni eslang. Oxirgi raundda shunchaki omon qolish uchun yurgan edi. Agar u Max Hollowayni 5 raundlik bosimiga tushganda, uni yeb qo'yishlari imkoniyati ko'p edi. Ammo qandaydir qilib bergan Zabit bor baytda uning vazni qandaydir faizli edimi, barakali. Va nihoyat bugungi kunning eng dolzarb va qo'rqinchli savoli. Bizni Shavkat Rahmonov. Do'stlar, xabarlar juda ham yomon. Shavkat rasman UFC reytingdan olib tashlandi. Nega? Chunki u yana tizzasidan operatsiya bo'ldi va endi 9-10 oyga safdan chiqdi. Bu o'tgan safargi xabar emas, bu yangi xabar. Bu degani u qaytguncha deyarli 2 yil tanaffus qilgan bo'ladi. Bilal Muhammadni yutib, kamarni olishi aniq edi-ku, deyishingiz mumkin. Hamma narsa uning qo'lida edi. Universal askar. Xohlasa bo'g'adi, xohlasa will kick bilan nokaut beradi. Lekin yangi Gary aytgandek, balki u haqiqatdan ham Shavkatni nafaqaga kuzatib yuborgandi. Hozir vazn juda ham tez o'zgarmoqda. JDM Yangari Islam Maxachev bular uxlab yotgani yo'q. Shavkat qaytganida bu akulalar unga imkon beradimi? Meni fikrimcha, Shavkat sog'lom bo'lganda 100% chempion bo'lardi. Lekin uni himoya juda ham teshik, ko'p zarba o'tkazib yuboradi. Bitta berish uchun bitta olish taktikasi bu yirtqichlar divizionida uzoqqa olib bormasligi mumkin. Xullas do'stlar, Shavkat Rahmonov xuddi Zabit kabi UFC tarixidagi eng katta armonga aylanib qoladimi yoki bu qozog'istonlik poyezd yana relsga qaytadimi? Menimcha umid bor, lekin vaqt juda ham oz. Siz nima deb o'ylaysiz? Shavkat qaytib chempion bo'ladimi yoki hammasi tamommi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani jiringlatib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha. Boy, make them dizzy.